Assalomu alaykum. Cobalt mashinamizga oyna blok qo'yib berganmiz. Qo'lbosh bossak, oynalar o'zi yopiladi. Va qo'shimchasiga afzal qo'yib berganmiz. O'zini radnoy pultdan flash bosib, kabot bosib tursak, o'zi ot bo'ladi. Bagajni yana bosib tursak, mana o'chadi. Endi akamizga qo'shimchasiga temperaturani qo'yib berganmiz. Mana hozir mana datchigimiz birga bir ko'rsatadi. Xo'p, endi bu datchigimizni tablodagi datchikdan afzalligi harorat ozroq ko'tarilsa o'chib yonadi. Bu funksiya tabloda yo'q. Keyin ozroq, ya'ni ko'proq ko'tarilib ketgan bo'lsa, ovozli havo signal beradi. Keyin bu datchigimizning yana bitta funksiyasi bor. Buni bitta bossak, orqa bagaj ochiladi. Tabiiyki bu o'zi mashinada, Cobalt mashinada yo'q bu narsa.